Men Abdutalipov Elshod Arnasoy tumani ixtisoslashtirilgan maktabining 5A02 sinfida o'qiyman. Men Tinkercad dasturida 3D ko'rinishida mening ixtisoslashtirilgan maktabimni modelini yaratdim. Bu yerda biz dars o'tamiz. Mana bu elektr energiyasini ta'minlab beruvchi elektr panellari, quyosh panellari. Bu yerda bunda svit o'tsa ham bizga energiyani ta'minlab beradi. Bu bizning oshxonamiz. Mana ko'rinishi. Bu yerda ko'p daraxtlar bor. Shuning bu tabiiy nafas olishimiz, zararli havo yutmasligimiz uchun toza havo olamiz bunda. Bu bizning tabiiy korpusimiz. Bu yerda tabiiy fanlarni o'tamiz. Bu yerda bolalar futbol o'ynashadi. Va hordiq olishadi. Buni boshqalarga ham tavsiya qilaman.